olyapman. Sholchamizni tuzatib yatish arafasidamiz. Ozgina to'qsak, yana bir 40 santimetr to'qsak, sholchamizni tugatamiz. Shu bilan keyin yana yangisini boshlaymiz. İnsandan sabr, qanoat, matonat qolaversa, buni boshlash uchun jasorat kerak bo'ladi. Hammasining zamirida mehnat qilsangiz, mana shunday buyumlar yaratish mumkin inson. Bo'sh paytda bo'lib qoladigan narsa. Bo'sh o'tirib bekor ishlagancha, bekor o'tirgancha bekor ishla deydi-ku xalqimiz. Yana 2 marta arqa o'tkazib. Mustahkam chiqish uchun yaxshilab qilich bilan urib qo'yamiz. Mana bu qilichimiz ham yong'oq daraxtidan, yog'ochidan yasalgan og'ir 3 kilocha bor. Bu